Bolalik beg'uborlik fasli deyishadi. Lekin hammaning ham bolaligi kamalak ranglarda o'tmaydi-ku. Ba'zilarning bolaligi panjara ortida, sovuq devorlar orasida o'tadi. Xuddi Qamariddin kabi. Tohir Malikning bu asari shunchaki jinoyat haqida emas. Bu asar mehrsizlik va adashish haqida. Salim oilasidagi sovuqlik sabab ko'chadan mehr izlagan bola. Qamariddin jinoyat olamining sovuqqon qiroli. Asror esa so'nggi nafasigacha do'stini qutqarishga uringan haqiqiy do'st. Bu kitobda voqealar shunchalik tezlashadiki, nafas olishni unutasiz. Birgina xato qadam va bolalik bilan xayrlashish. Nafaqat xayrlashish, balki uni dafn etishdir. Asarning eng og'riqli nuqtasi nimada bilasizmi? Inson jinoyatchi bo'lib tug'ilmaydi, balki jinoyatchi qilib tarbiyalanadi. Asror asarning eng murakkab va ziddiyatli qahramonlaridan biri. Tohir Malik u orqali inson qanday qilib irodasizlik qurboni bo'ladi degan savolga javob beradi. Sizningcha Asrorni kim halok qildi? Jinoyat olamimi yoki uning irodasizligimi? Agar siz haqiqiy hayotni, achchiq bo'lsa-da rost gaplarni o'qimoqchi bo'lsangiz, alvido bolalikni varoqlang. Bu asar sizni o'ylantiradi, yig'latadi va eng muhimi, atrofingizdagilarga befarq bo'lmaslikka chorlaydi. Zero hech bir bolaning bolaligi panjara ortida yakun topmasin.